Men olovdan yaratilganman. Bu bandan esa, odam esa loydan yaratilgan. Shunday do'stlar borki, u dushmandan yomon. Ustozi esa iblis edi. Oldingilar sekinroq ko'rsatgan bo'lsa, o'zini hozirgilar juda ochib qo'yishyapti-da tez. Bu narsa juda ko'p bo'lyapti. Shundan keyin sekin haligi qochgan joy topolmaganga o'xshab qolishadi. Go'yo gapirsam yana ham buni obro'si oshib ketib qolishi mumkin deb qo'rqadilar ular. Yaxshiligingizni yashirib, yomonligingizni oshiradi. Bu yomonlik, badbaxtlik, undan ham badbaxtlik bor ekan. Bizda yana bir ajoyib savol bor. Insonni shunday savollar bo'ladi. Do'st kim? Insonda nechta do'st bo'ladi? Do'st faqat bitta bo'ladi deyishadi. Ulfat ko'p bo'ladi deyishadi. Endi bu do'st mavzusida juda ko'plab bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlar ko'pda. Lekin bir shoir Iqbol Mirzoni bir ustozi bir she'rlari bor edi. Endi hozir so'zma-so'z esimda yo'q u. Do'stlarni avayla. Dushmanlarni qo'y. Do'stlarni avayla. Chunki dushmanlardan nima deydi? Chunki do'stlaringni avayla birinchi o'rinda, chunki begonalardan durustroq dushman chiqmaydi. degan mazmunda she'r bor. Balki sal ozgina adashayotgandirman. Bir ko'rdim, qaytib topa olmadim bu she'rni internet tarmog'idan. Haligi ichi bir qora deymizmi, bir g'ayirligi bor do'stlar haqida. Qo'pol qo'yayotganda ichkir do'stlar haqida bir gaplashsak ozgina. Shunday savol bo'ldi. Endi aslida bular o'sha qo'shtin ochidagi do'stlar. Bular endi dushmanlardan yomon do'stlarda bular. Hozirgina aytdim-ku, ya'ni dushmandan yomon do'stlar. Do'stlaringni avayla. Dushman yomon. Lekin shunday do'stlar borki, u dushmandan yomon. Bu narsa endi bizning hayotimizda, atrofimizda tiqilib yotibdi bundaylar. Bularni endi men haligi soyabonga o'xshataman. Soyabonni yomg'irda yurib soyabonni ishlatishar ekanda. Yomg'ir tingandan keyin uyga kirib ketishdan oldin ho'l bo'ldi bu endi deb tashqariga qo'yib kirib ketishadi. Ichkarni ho'l qilmaslik uchun. Vaholanki seni ho'l qilmadi u soyabon. Lekin u qiziqmas ekan, u e'tiborga molik emas ekanda. Mana shunday qo'shtirnoqchi do'stlarni shunday o'xshataman. Sizdan foydalanadi. Siz kerak paytingizda eng uni ota-onasidan yaqin insonga aylangan edingiz. Lekin shunday payt keladiki, uni fikricha sizdan foyda yo'qqa o'xshab qoladi. Foyda yo'qqa o'xshaydi va shundan keyin sekin haligi qochgan joy topolmaganga o'xshab qolishadi. Vaholanki siz aslida bilib turasiz, oldingidek unga yaxshilik qilishga, uni ko'maklashib, podderishga deymiz-ku, shunaqa qilishga 2 marta qodirroqsiz. Lekin siz uni vaqtincha shunday ko'rsatgansiz unga o'zingiz. Qani bir deb bu yaqinlaringiz tavsiyasiga binoan sal hech narsang yo'q qo'yib yaqin nimadir voqea sabab bo'lib o'zingni narsang yo'qdek bir ko'rsatib ko'rganda shularga degandan keyin shunaqa qilib ko'rgan edingiz, oldingilar sekinroq ko'rsatgan bo'lsa, o'zini hozirgilar juda ochib qo'yishyapti-da tez. Bu narsa juda ko'p bo'lyapti. Keyin o'sha haligi odamlar o'zi shundayki, o'sha sun'iy soxta do'stlarda ham bor bu narsa. Hech qachon hozirgi odamlar shunday bo'lyaptiki, sizni yaxshiligingizni gapirishmaydi tashqariga. Hech qachon. Bu tabiiy holat bo'lib qoldi. Siz yaxshi holatingizni, yaxshi ishingizni gapirmaydi, go'yo gapirsam yana ham buni obro'si oshib ketib qolishi mumkin deb qo'rqadilar ular. Yomonligingizni oshirishadi. Yaxshilikni yashiradi, yomonlikni oshiradi. Undan yomon badbaxt. Lekin ko'rinishdan undan yaxshi do'st yo'q. Yaxshiligingizni yashirib, yomonligingizni oshiradi. Bu yomonlik, badbaxtlik, undan ham badbaxtligi bor ekan. O'sha yomonlikni topa olmasa to'qib chiqarishadi ekan. Ha, bor. Siz haqingizda. U endi badbaxtlik juda ham. Mana Zahirin aka o'zi umuman ichi qoralik deganda bilasizmi, baribir insonga hasad degan narsa urug' sochilganda, holimizni xohlamaymizmi, haligi farishtalar aytgandek shu buzg'unchiga berasan dunyoni, deganidek insonning ichidagi nuqsonlarning ichida o'sha hasad ham borda. Mana shu hasadni ayniqsa do'stlar o'rtasida juda ko'p uchraydi. Bu tabiiy hol, xohlaymiz, xohlamaymiz bor narsa bu. Do'stimizni muvaffaqiyatini, yutug'ini o'zimizni yutug'imizga aylantira olishimiz kerak-da. To'g'ri, masalan, do'stimizga og'ir kunida hamdard bo'la olishimiz mumkin. Hozirgi bunday sodiq do'stlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqda real voqealarni ko'rsatyapti yoki bo'lmasa hayotda ko'ryapmiz. Bor, Xudoga shukr. Nolamasak bo'ladi bu jihatdan. Lekin agar o'sha tashvishida
do'stimizni tashvishida unga hamroh bo'ldikda, yelkadosh bo'ldik-ku, lekin u rivojlanib ketib, bizdan o'zib ketsa, hasad qilish holatimiz juda ko'payib ketdi. Ana u birinchi sanab o'tgan holatimdan ko'ra bunisi ko'payibroq ketdi. Bu holat o'sha ana shunday insonlarning ustozlaridan o'tgan bu. Ustozi esa iblis edi. Iblisga odamga sajda qilgin deganda bir so'z aytgan. Shu bilan qo'yildi. Ya'ni Chirishga mahkum bir mavjudotga men nurdan yaralganman, kibr qildi va hasad qildi. Men olovdan yaratilganman. Bu bandang esa, odam esa loydan yaratilgan. Shunga uni qilamanmi dedi, sajda qilamanmi dedi. Ya'ni bir tomondan hasad qildi. Nima uchun biz sajda qilishimiz kerak bunga? Shu darajaga yetib qoldimi odam? Hasad ham bor edi, kibr ham bor edi. Ana shu ustozlardan kelayotgan bu tamoyilki, ya'ni xuddi shunday hasad qilishni ko'ra olmas.